Demak, eshitamiz. Bugungi mavzumiz demak, yana bir maxsus mavzulardan biri to'plamlar nazariyasi haqida gaplashamiz. To'plamlar nazariyasiga doir bo'lgan misollar DTM imtihonlarida ham ehtimol tushib qolishi yoki milliy sertifikat imtihonlarida esa tushib kelmoqda. Yana o'rganishingiz kerak bo'lgan zaruriy mavzulardan yana biri hisoblanadi. Demak, biz matnli masalalar mavzusida qisman o'sha to'plamlar nazariyasini ishlatganmiz. Va faqat biz u yoqda aynan bitta ikkita etabini o'rganganmiz. Bugun siz bilan imkon qadar qo'ldan kelganicha, Xudo xohlasa, kengroq holatda o'rganishga harakat qilamiz. O'zi to'plam nima? Nima u to'plam desa, misol men qo'limda mana nimalar bor? Markerlar bor. Misol biri qizil, biri qora, biri ko'k marker. Turlicha markerni biz umumiy nomlaymanda markerlar to'plami deyman. Yoki xonada misol mana bu qiz bor, u qiz bor, ana u bola bor, u bor. Ya'ni har xil kishilar bor, ismlari har xil kishilar bor. Va biz ularni hammasini nima deymiz? O'quvchilar deymiz. To'plam bu umumiy nomlanish. Umumlashgan holat to'plam deyiladi. Va to'plam elementlari uni tashkil topgan qiymatlari hisoblanadi. To'plamning elementlari misol o'quvchilar to'plamida Sevinch bor, Sarinoz bor, Begali bor, Elbek bor, ana u elementlar hisoblanadi, qiymatlar hisoblanadi. Va to'plamlarni biz alifboning bosh harfi bilan belgilaymiz, ya'ni katta harflar. Misol 1, 2, 7, 13, 24 bo'lishi mumkin uning elementlari. Yoki boshqa bir B to'plam bo'lishi mumkin. A, B, S, D bo'lishi mumkin elementlar. Demak, to'plamning elementlari son qiymatlar ko'rinishida ham, harfiy ko'rinishda ham belgilanishi mumkin. Sonlarga natural sonlar, raqamlar, butun sonlar, manfiy, nomanfiy, kasr, o'nli kasr, ratsional, irratsional hammasi ishlatilishi mumkin. Sonlar uchun hech qanday cheklov yo'q, harflar uchun ham cheklov yo'q. Faqat sharti to'plamni biz bosh harf bilan belgilaymiz, elementlarni esa mayda harf bilan, kichik harf bilan belgilaymiz. Shuni farqlay olsangiz bo'ldi. Xo'p, birinchisida nechta elementi bor desa, nechta son qatnashgan? 1, 2, 3, 4, 5. Yani 5 ta elementdan iborat. Ikkinchisidacha? Yani 4 ta elementdan iborat. Elementlar soni bu uni tashkil topgan qiymatlari hisoblanadi oddiy holatda. Endi biz to'plamlarga doir bo'lgan misollarni yechishda, ularni hisoblashda ba'zi bir qoidalar bilan tanishamiz. Misol oldin ham o'tganmiz. Yana tushuntirib o'taman. Xo'p. Birinchi misol deylikda ikkita to'plam yozaylik. Masalan, A to'plam elementlar deylik. Misol A, B, S, D deylik. B to'plami elementlari S, D, Y, F, K deylik. Bu nima bo'ldi? To'plamning qanaqadir elementlari bo'ldi. Yozib harfiy ko'rinishda yozdim. Son bo'ladimi, harf bo'ladimi, farqi yo'q. Birinchi o'rganadigan holatimiz, birinchi tushunchamiz to'plamlar birlashmasi. Yozaman birlashmasi. Va birlashma A to'plam bilan B to'plamning mana bu belgi birlashma belgisi hisoblanadi. Va shoxchaga o'xshab tepaga qarab tursa birlashtir degan. Tushunali? Birlashmani Euler-Venn diagrammasida tushuntiraman sizga. Mana bu A to'plam elementlari, mana bu B to'plam elementlari. A ning elementlari qaysi ular? A, B, S, D. D, uzr. B ning elementlaricha S, D, Y, F, K. Ya'ni mana bu S va D element A to'plamda ham ishlatilyapti. S va D element B to'plamda ham ishlatilyapti. Mana ikkalasi ham qatnashyapti. Xo'p, to'plamlar birlashmasi nima desa, sen mana shu to'plamni bir-biriga shunchaki qo'shib yuborsang, ularni bir butun deb sanashing uning birlashmasi. Hammasini bitta qilib sanaysan. Demak, nima bo'ladi bir-biriga qo'shib yuborsang? A, B, S, D. Qo'shyapman degani majoziy ma'noda. Ikkitasi ikkita deb yozma. Birlashtirish degani bitta qilib yozish. Bitta xonaga qamayapsan. Tushunyapsanmi? Va nima bo'ldi? Y, F, K.
misol tasavvur qilaylik. Deylik endi masalan matematikada 150 ta bola o'qiyapti. Meni ro'yxatda 150 ta bola bor. Fizikada deylik 200 ta bolasi bor deylik. 200 ta o'quvchi bor ro'yxatda. O'rtada shunda 50 ta o'quvchi borki, meni ro'yxatimda menga matematika keladi, fizikada ham boradi 50 tasi. Agar men ro'yxatimda sanasam 50 tani men ham sanayman, fizika o'qituvchi ham 50 tani sanaydi. Agar menda 150 ta, unda 200 ta, lekin 50 ta bunga menga ham keladi. Hammani bitta katta zalga qamasam, ana 50 ta o'quvchi nima bo'lib qoladi? Bir marta sanaladi. To'g'ri, ikkala ro'yxatda ham bor. Lekin sen ikkita ro'yxatdagi o'quvchilarni bitta xonaga jamlaganingda ana 50 ta matematiklar ichidan ham qatnashadi. Fiziklar ichidan ham qatnashadi, ular bitta sanaladi. Ya'ni 150 ta, 200 ta, 350 ta bo'lmaydi, 300 ta bo'ladi. Chunki 50 tani sen ro'yxatda 2 marta yozganingda bitta sanayapsan. Mana shu yerda ikkita element ikkovida ham qatnashyaptimi? Uni bitta xonaga qamaganda bir marta sanaysan. Birlashma degani ikkovini bir-biriga qo'shib olish. Agar o'xshash elementlar bo'lsa bir marta sanaysan, agar o'xshash elementlar bo'lmasa-chi, bitta qilib yozasan hammasini bo'ldi. Tushundikmi? Tushunarlimi? Ikkinchi tushuncha bo'ladi keyingisi. Kesishmasi. To'plamlar kesishmasi qanday bo'ladi? A to'plam bilan B to'plamning mana bu endi mana teskari qarasa nima bo'ladi endi? Kesishma. Tepaga qarasa birlashma, pastga qarasa kesishma. Euler-Venn diagrammasida tushuntiraman. A to'plam, B to'plam. A to'plam elementlar qanaqa edi? Mana shuni misol qilib olyapmiz-da. A, B, C, D. Mana A, B, C, D. B to'plam elementlari C, D, Y, F, K. Endi o'rtaga yozganim, nima uchun o'rtaga yozyapman? Ikkalasida ham borligi uchun o'rtaga yozyapman. A ni olganingda ham bor, B ni olganingda ham bor. To'plamlar kesishmasi degani bu har ikkala to'plamda bir paytda qatnasha oladigan va har ikkalasiga bir paytda o'rinli bo'lgan elementlar. Ikkovida ham qaysi element bor? Ikkalasida ham, ya'ni A ni olganingda ham, B ni olganingda ham ikkalasida mana shu oraliqdagi to'plamlar bormi? To'g'rimi? Mana shu ikkovida ham qatnashganlari bu uning kesishmasi bo'ladi. Tushundikmi? Demak, qaysi ekan bu? S bilan D ikkovida ham qatnashgan. Shunda A bilan B ning kesishmasi nima bo'ladi? S, D. Ya'ni ikkalasida ham qatnasha olgan elementlar. Ikkalasida bir paytda ishtirok etgan elementlar. Agar o'xshashlari bo'lmasa-chi, kesishmasi bo'sh to'plam bo'ladi. Agar misol mana bunda S, D bo'lmasdan A to'plam elementlar A, B, C, D bo'lib, B to'plamli elementlar Y, F, K bo'lsa, birlashtir desa mana shu bo'ladi. Bitta qilib yozasan, o'xshash bo'lmasa ham farqi yo'q. Kesishmada aynan o'xshash bo'lishadi. Va o'xshash bo'lmaganida bo'sh to'plam bo'ladi javob. Bo'sh to'plam yechim bo'ladi sening uchun. Tushundikmi? Endi 3-qoida. A to'plamdan B to'plam. Bu ayirma deyiladi. A ayirma. Va uni ikki xil holatda ishlatishimiz mumkin. A dan B ni yoki B dan A ni ayirishimiz mumkin. Mana bu to'plamlar ayirmasi. Mana A dan B ni ayir yoki B dan A ni ayir. Xo'p, birinchi misol. Mana bu A, mana bu B. Tak, elementlarimiz deylik. A element, B element, C, D, Y, F, K bo'lsa, biz A dan B ni ayirish degani nimani tushunamiz? Masalan, men hozir birinchi holatda A dan B ni ayirib beraman sizga. Mana A dan ayiryapman B ni. Mana bu ayirma degani. Bitta tayoq tortdingmi, mana drop tortdingmi, bu ayirma degani. A dan B ni ayir degan ma'noni bildiradi. Xo'sh, u qanday bo'ladi? Demak, A dan B ni ayirish degani sen A dan shunday elementlarni ajratib olginki, mana shu yerdan A dan shunday elementlarni ajratib olginki, u faqat A ning o'ziga tegishli bo'lsin. Ya'ni bu yerda B ishtirok etmasin. O'xshashi ham o'zi ham ishtirok etmasin. Bu degani faqat yagona A ning o'ziga tegishli bo'lgan elementlarni mana qara. S da A da ham bor, B da ham bor. A dan B ni ajratib ol degani
sen shunday elementlarni ajratib olginki, nargisda o'xshash qolmasin. O'xshashlarni tashlab kel unga. Tushundingmi? Shunda qaysi bo'ladi? Qaysi bo'ladi? A bilan B bo'ladi. Nega? Chunki sen A ni ajratib olding, S va D ni nega ishlatmading? Chunki nargisda bor. A dan B ni ayirish degani faqat A ga tegishli bo'lsin, B ga o'xshash bo'lmasin. Tushundingmi? Endi ikkinchi holat. Misol, xuddi shuni chizaman yana. A, B, S, D, Y, F, K. Bu B to'plam. Endi senga B dan A ni ayir desa nima qilasan? Endi B dan A ni ayir desa xuddi shuni teskarisi. Endi nima qilasan? B dagi elementlarni A dan ajratib olginki, o'xshashini unga tashlab kel. Ya'ni faqat B da ishtirok etsin u, A da o'xshashi ham bo'lmasin, A ga kirmasin. Shunda qaysi bo'ladi? Mana B elementni A dan ajrat deganda A ga ishtirok etganlarni mana shu yerdan kesib olasan. Tushundingmi? Shunda senda qaysilar qolyapti? Demak, senda elementlar Y, F, K. Mana bu nima ekan? Ayirma ekan. Tushunarlimi? Va endikisi, to'rtinchisi ko'pchilik bilmasligi mumkin. Mana bu delta simmetrik ayirma degani, simmetrik ayirma degani nomi shunaqa. Xo'p, nima bo'ladi? Qanday yechiladi? A bilan B ning simmetrik ayirmasi bu. A dan B ni ayirganing bilan B dan A ni ayirganingning birlashtirganing. Tushunyapsanmi? Simmetrik ayirma bu. A dan B ni ayirganingdan B dan A ni ayirganing birlashtirgan. Xo'p, Euler-Venn diagrammasida qanday tushuntiramiz? Sen A ni A, B, S, D deding, Y, F, K deding. Endi o'ylab ko'rda. A dan B ni ayirding degani faqat A ga tegishli bo'lgan elementlarni ajratib olding degani mana shu yerdan. To'g'rimi? Xo'p, B dan A ni ayirding degancha faqat B ga tegishli bo'lgan elementlarni ajratib olding degani. To'g'rimi? Demak, nima qolib ketyapti? Ikkalasidagi nima qolib ketyapti? O'xshashi qolib ketyapti. Demak, sen mana bu yerdan yozaman. A bilan B ning simmetrik ayirmasi desa, A ni ayirmasi bilan B ni ayirmasi mana bu B ni ayirmasi, mana bu A ni ayirmasi. Nima qilishing kerak? Birlashtirishing kerak. Nima bo'ladi shunda? Bunda A, B bo'ladi, nargistachi Y, F, K bo'ladi. Demak, buni bunday tushunaylik. A dan B ni simmetrik ayirmasi degani ikkalasida ham bor bo'lgan, ikkalasida ham o'xshash bo'lgan elementlarni shunchaki olib tashlash kerak-da, qolganini bitta qilib qo'yish kerak. Birlashma desa, mana birlashma desa, ikkovida ham bor bo'lganini bir marta sanadingmi? Simmetrik ayirma desa, ikkovida ham bor bo'lgan umuman yo'qotib tashla. O'xshashmaslarini birlashtirishing kerak mana bu. Tushundikmi? Simmetrik ayirma bu. Misol A to'plam elementlari A, B, S, D qanaqadir Y berildi. Savol beradi. Qism to'plamlar soni dedi. Xo'p, biz hozir sizga buni yozish orqali tushuntirib beraman va buni qanaqadir formulasini birga keltirib chiqaramiz. Qism to'plam degani nima? Siz berilgan mana shu 5 ta elementli to'plamning har bir elementini ajratib bittadan alohida element, ikkitadan yoki uchtadan tartiblab chiqishingizga aytiladi. Endi hozir buning elementini biroz kamaytiring, chunki hozir yozib chiqish uchun juda ko'p vaqt ketadi agar 5 ta bo'lsa. Misol bunday bo'lyapti. Mana qarang. A to'plam elementi bitta, B to'plam elementi bitta, S to'plam elementi bitta, D to'plam elementi bitta bo'ladi. Agar mana shunday qism to'playmiz. Endicha juftlab chiqamiz. A, B bitta bo'ladi. Keyincha A, S bitta bo'ladi. Keyincha A, D bitta bo'ladi. Yana. Endi A, B ni, A, S ni A dan oldimmi? Endicha B, S ni. Ayting. B, S ni bitta qildik. Keyincha B dan bitta qildik. Yana
oxirida s'dan bitta qildik. Bo'ldimi? Yo'q. 3 talash mumkin. 3 ta element birdan olish mumkin. Ayting. A, B, S. Demak, qarang. A, B, S ni olsam bitta. A, B, D ni olsam bittami? A, B, D ni olsam bitta bo'ldi. Endichi A, S, D ni olaylik. Ya'ni A bilan hammasini yakunlaylik. Keyinchi. Qara, endi A, B, S, A, S, D, A, B, D ni oldi. Endi qaysi qoldi? B, S, D. B, S, D. Yanachi. Yana qaysi bor? Hammasi. A bor, B bor, S bor, D bor. Bormi yana? Keyin bitta narsa. A, B yoki B, A joy almashgan bilan sanoq bo'lmaydi. Sana ichi nechta bo'ldi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Yana bor. Nima bor? Har doim eslab qoling. Har qanday to'plamda o'zining umumiy elementlari, mana umumiy elementlari ham va bo'sh to'plam ham qism to'plam sifatida sanaladi. Har doim. Endi nechta bo'ldi? 16 ta bo'ldi. Ha mayli 4 ta element, 3 ta element, boringki 5 ta element bersam, amallab sanashing mumkin. 10 ta, 15 ta, 20 ta element bersa, endi keyin amri mahol bo'lib qoladi. Demak, bizga formula kerak. Nechta elementi bor edi yuqorida? N 4 tamida. Demak, eslab qoling. Qism to'plamlar sonini topish uchun 2 ning n'inchisi degan formulani ishlatasan. Demak, o'ylab ko'r, nechta elementing bor edi? N'ing 4 dedi. Shunda 2 ning 4-inchisi necha bo'ldi? Mana sekundda yechyapsan agar formulani bilsang. N nima ekan? N elementlar soni. 10 ta element bo'lsa 2 ning 10-inchisi 1024 deb yozasan. Har doim 2 ning n'inchisi. Nega, nima uchun emas? Bo'ldi, yodlab qoling. Tushundingizmi? Mana marker qizilki, nima uchun demaysan-ku, shunday bu ham formula, yodlab qol bo'ldi. Faqat mana shu formulalarni bilsang, 2 ning n'inchisi qism to'plamligini bilsang, agar bilmasang mana yozib chiq. Ya'ni qism to'plam tuzish degani elementlardan yakka-yakka, juft-juft yoki toq-toq qilib elementlarni aralashtirib nima tuzish? Kombinatsiya tuzish. Tak bu kombinatorga o'xshab ketyapti. Qaysidir ma'noda, qisman. Lekin kombinatorga ishlatayotganim yo'q, tushunarli? Endi keyingi qoida. Yana so'raladigan ba'zi bir qoidalar bor. Xos to'plam dedi va yana so'raydi, qaysi bor? Xosmas to'plam dedi. Ko'pchilik mana shuni ikkalasini farqlashga qiynaladi yoki adashtirib kasha qilib tashlaydi. Xos deyapti. Ya'ni o'ziga xos deyapti. Xosmas deyapti. Mana sen bitta so'zni bilganingdan keyin uni yaxshilab tushunib olsang, eslab qolsang bo'ldi. Xos to'plam qanday bo'ladi? Xos to'plam qanday bo'ladi? Qaysi elementlardan? Nechta bo'ladi shu? Qanday bo'ladi? Bilamizmi? Qisman sizga o'tganman. Nima ekan? Ha, nima bo'lmaydi? Bo'sh to'plam bo'lmaydi va umumiy elementlari bo'lmaydi. Eslab qol. Xos to'plam degani o'ziga xos deyapsan. Biz aytyapmiz sizga. Har qanday to'plam, uning elementi 5 tami, 10 tami, 15 tami har doim qism to'plam tuzganingda jami elementlari bilan bo'sh to'plamni har doim olasan. Bu hammasida tegishli. Demak, bu hammasi uchun umumiy joyimi? Demak, xos to'plam deganda, misol elementlari 4 talik, 5 talik, 6 talik bo'lsa, sonlarga qarab 3 ta, 4 ta, 5 talik juftlik tuzasan. Xos to'plam degani sen 2 ning n'inchisidan 2 ni ayirasan. Ya'ni mana bu 2 qaysi desa, jami elementlari bilan bo'sh to'plamni olib tashlasang, yuqoridagi xos to'plam qoladi. Nechta bo'ladi? 14 ta. Agar misolga keladigan bo'lsak, 2 ning 4 ta elementi bor. Doim umumiy elementlar bilan bo'sh to'plam chiqarib tashlasang, nechta bo'ladi? 14 ta. Bu nima bo'ldi? Xos to'plam.
Ya'ni o'zgacha elementlar, o'ziga xos deb eslab qol. Xosmas desa, endi savol. Xosmas deganda farqi hammasi ishlaydigani qaysi edi? Mana ikkitasi. Demak, xosmas to'plam doim ikkita bo'ladi. Chunki aytyapmiz, 100 ta elementlik to'plam bo'lsa ham, jami 100 talik to'plami bilan bo'sh to'plami ikkitasini sanab ketyapsanmi? O'sha ikkitasini xos to'plamda ayirasan, xosmas to'plamda o'sha ikkitasini olasan. 3 ta ham emas, 1,5 ta ham emas, 2 ta hammasida. Tushundikmi? Bu shunchaki eslab qolinadigan ma'lumotlardan biri. Endi shunaqa bitta savol bor edi. Kesishmaydigan degan joyi bor edi. Shuni bitta misolini topib yozdim. Men sizga o'shani qoida sifatida aytib ketaman. Mana bu yerdan qoida qilib yozing. Misol dedi, mana shu to'plamning dedi, mana shu A to'plamning to'plamni ikkita kesishmaydigan nima edi? Qism to'plamlar sonimida? Da. Kesishmaydigan qism to'plamlar soni edi, adashmasam. Savol shunaqa savol bor edi hozir. Hozir topsak shuni yechamiz. Shunaqamidi? Endi qarang, mayli, mana hozir listda bor, ko'rib beraman. Ikkita elementdan tuzilgan kesishmaydigan qism to'plamlar soni desa nimani tushunamiz? Endi agar biz mana shu A elementni, ya'ni A to'plamning elementlarini agar A desak, agar B desak, agar S desak, agar D desak, xo'p, biz ertaga savol o'zgarganida ham misolning qolipidan o'zimiz fikrlab chiqa olishimiz kerak. Chunki ertaga sizga ikkita emas, 3 ta kesishmaydigan desa, keyin nima qilasan? 4 ta desa, keyin nima qilasan? Ana unda sen uni yozish orqali o'zing tushunib bitta tahlil qilasan-da, o'zing bitta qolib yasab ketasan, joyida yo'q. Hozir men sizga ikkitaligini tushuntirib beraman. Mana qarang. Xo'p, men A to'plam bilan ikkita, qarang, ikkita kesishmaydigan, nima qilay, shuni hozir elementini sal kamaytirib maylimi? Ya'ni vaqtdan yutaylik. Hozir 4 ta 5 ta bo'lsa, yoziladigan narsa cho'zilib ketyapti-da. A to'plam bu bitta alohida qism to'plammi? Men A ni ishlatgandan keyin nima qoldi? B bilan S qoldi. Mana A bilan A alohida qism to'plam, B alohida to'plam. Ular kesishadimi bir-birlar? Kesishadi deganda nimani tushunarding? Bir-biriga o'xshashi bormi? Yo'q. Ular kesishmaydi. Mana bu bitta kombinatsiya bo'ldi. Endi sen B to'plami alohida qism desang, A bilan S alohida qolib ketdimi yakka? Kesishadimi? Yo'q. Bu ham bitta kombinatsiya. Qaysi bor yana? Sen olganingda A bilan B. Ular kesishadimi? Yo'q. Endi qara. Yana bormi kombinatsiya? Qaysi kombinatsiya bor? Ikkita elementdan deganda keyin ana shu yerda, kakras ana shu yerda ko'pchilikda biroz ikkilanish bo'ladi. Eslab qoling. Har doim siz ikkita to'plamga boring 3 taga ajrating. 3 ta desa A, B, S deb ajratasan. Hozir misol aytyapti, qaysi ma'noda to'g'ri A bilan alohida, misol B deyapti. Lekin bu kesishmaydigan qism to'plam bo'la olmaydi. Sabab shunday qoida borki, sen ikkitaga ajratgandan keyin uni birlashtirsang, uni qaytib birlashtirsang, jami to'plamni berish kerak. Mana birlashtirsang, qaytib to'plamning o'zini qaytib tiklayaptimi? O'shani berish kerak. Agar A bilan B desam nima bo'ladi? S qolib ketadi. Sen 3-chi qilib yozsam u nima bo'ladi keyin? 2 ta emas, 3 talik bo'lib qoladi. Tushundikmi? Doim eslab qoling. 2 taga ajratsam, 3 taga ajratsam, o'sha ajratganlarni qaytib hammasini birlashtirganingda umumiy to'plamni qaytara olish kerak. Bittasi qoldi dedim. Bu mana bu boyaga e'tibor bermadingizlar. Uchchalasini ham tuzilgan A, B, S bilan bo'sh to'plam. Ikkovining o'xshashi bormi? Kesishadimi? Yo'q. Bitta qilganimda bo'sh to'plam tashlab yuborsam, mana shuni beradim. Nechta bo'ldi javob? 1, 2, 3, 4 ta. Hozir mana bular shunchaki majoziy ma'noda tushundik. Demak, ikkitadan kesishmaydigan qism to'plamlari nechta ekan? 4 ta ekan.
Xo'p, mayli, buni tushundik. Ertaga elementlar soni ko'p berilsa, uni yozib chiqish siz uchun juda amri mahol, ya'ni vaqtingiz juda ketib qoladi. Ko'p ketib qoladi. Demak, bizga yana bitta formula yordamga keladi. 2 ning n minus birinchisi. 2 ning n minus birinchisi. N nima edi? Elementlar soni. Nechta elementi bor? 3 ta. O'ylab ko'r. Shunda 2 ning 3 minus birinchisi. 2 ning kvadrat necha bo'ladi? Mana, nima ekan? Sekund tegichasan agar formulani bilsang. Tushundikmi? Mana bu kesishmaydigan qism to'plamlar soni. Kesishmaydigan qism to'plamlar soni. Farqiga boring, adashtirib tashlamang. Chunki bunaqa savollar ishlatiladi ko'p joylarda. Birinchi misoldan boshlayman demak. Birinchi misol. A to'plam berilgan. X elementdan tashkil topgan bo'lib, x qiymatlari mana bu nima edi? Natural son bo'lish kerak degan shart bergan va x kvadrat katta 7 dan. To'plam 2 dan katta bo'lgan barcha natural sonlar to'plamini tuzing. Qarang, to'plamda 2 dan katta bo'lgan barcha natural sonlar to'plami tuzing. Ya'ni bunda nima demoqchi? Elementining qiymati 2 ta emas, soni 2 dan katta bo'lishi kerak. Ya'ni misol sen mana bu x kvadratni 7 dan ildiz chiqarsang, x katta ildiz 7 dan, x kichik minus ildiz 7 dan chiqadi. Ya'ni senda hozir bu qaysi oralikda bo'ladi? Ha? Shunaqamidi? Mana bu minus cheksizlikdan ildiz 7 gacha, bu ildiz 7 dan plus cheksizlikgacha bo'ladi. To'g'rimi? Endi bitta narsada senga element 2 dan katta bo'lsin desa, mana buni o'zi xohlamasang ham olmaysan. Nega? Chunki natural son degani uchun manfiy sonni ola olmaysan. Buni ola olasan, faqat sen x uchun qaysi sonni olasan? Ildiz 7 dan necha chiqadi taxriban? 2 butun nechalar chiqadi? 2 6lar, 2 7lar. Bizga natural son bo'lsa nechdan borasan? 3, 4, 5, qayergacha? Cheksizlikgacha. Va bu yerda bizda misolning yechimi jami 2 dan katta bo'lgan barcha natural sonlar to'plamini tuzing. Natural sonlarning to'plamini tuzing degan. Demak, sen bu yerda ayni jami qism to'plamlar sonini tuzmoqchi bo'lsang, nechta elementing bor sening? Cheksiz. Demak, 2 ning cheksizligi bo'lsa, bu ham cheksizda bo'ladi. Bilmaysan sen nechtaligini. Javob cheksiz bo'ladi, D javobda. Ikkinchi misol. X kvadrat plus 3x plus 2 teng 0 tenglama berilgan va x kvadrat plus 3x plus 3 teng 0 tenglama berilgan. Ikkita tenglamaning haqiqiy ildizlaridan tuzilgan to'plamlar tengmi degan. Buning ildizlari bilan uning ildizlari tengmi desa, avval ildizini topib ko'raylik. Ildizi necha buning? Minus 2 yu minus 1. Buning elementlarichi? Ildizdan chiqaramiz. Ya'ni bu bitta narsa, diskriminant 3 kvadrati minus 4 ga 3 desang manfiy chiqadi. Ya'ni bu ildizga ega emas. Demak, qarang, uning ildiz tenglamaning haqiqiy ildizlaridan tuzilgan to'plamlar tengmi desa, teng bo'la oladimi? Teng bo'la olmaydi, lekin savollar unaqa emas-da. Ya'ni javoblar boshqacha berilgan. Shunchaki teng to'plam yoki tengmas to'plam degan javob bormi? Ha, bor ekan. Teng to'plam deya olmaymiz, chunki ildizlari, buni ildizi bor, uni ildizi yo'q. B javobda teng emas degan javob bor ekan, ha. E'tibor bermayman. Teng emas bo'ladi, bo'ldi. Endi bitta narsa hozir shu tahlil qilaylik variantlarni, bitta narsani. Chunki keyingi savollarda ham nimadir aytgan. Aslida teng to'plam degan. Demak, teng emas. Hozir B'sida shunchaki teng emas degan. Mana bu S va D javoblarida ham variant bor ekan, hozir uni ko'ramiz. Qism to'plam degan. D javob desa cheksiz to'plam degan, cheksiz to'plam degan. Endi qarang. Biz dedik, birinchi o'rinda teng bo'la olmaydi, chunki elementlar o'xshash emas. Qaysidir ma'noda biz teng emas degan javob belgilamoqchimiz, lekin e'tibor bermaganimiz bor qism to'plam. Nega? Chunki sen mana bu tenglamaning elementlarini -2 yu -1 deyapsanmi? Buning elementlarini-chi bo'sh to'plam deyapsan. Chunki yechim yo'q. Har doim dedim. Har qanday to'plamning qism to'plamlarini tuzganingda, misol -2 bitta qism to'plammi?
Mana bu minus bilan bitta qism to'plammi? To'g'rimi? Va-chi o'zi ham bo'ladi va bo'sh to'plam ham qism to'plam bo'ladi. Ya'ni bo'sh to'plam bunda ham bor, bunda ham bor. Demak, bu uning nimasi? Qism to'plam. Boya aytdik. Mana buning bo'sh to'plam element bunga kirdimi? Demak, sen mana buni agar A to'plam, buni B to'plam desang, B A ning nimasi bo'ladi mana? Mana bu nima belgi dedik? Qism to'plam. Demak, to'g'riroq javob C javob ekan. B javob ham to'g'ri, teng emas shunchaki. Lekin aynan qism to'plamlik shartini bajaradi har doim. Tushundingmi? Ya'ni variant qism to'plami. O'sha e'tiborli bo'ling. 4-masala. Qarang. A ikki xonali sonlar. Ikki xonali sonlar 10, 11, 12 nechigacha? Demak 99 gacha boramiz. B esa ikki xonali juft sonlar. Qanaqa bo'ladi? 10, 12, 14, aynan 96, 98. Endi mana bunda biroz tushunarliroq bo'lsa, 98, 99, ya'ni bu yerda hammasi bor. Ketma-ketlik A to'plamda, B to'plamda esa faqat juft bo'lgan ikki xonali sonlar. Va qaysi biri to'g'ri degan. Yana men buni variantlarini yozib chiqay ekan, birga tahlil qilamiz. Xo'p, A B ning qism to'plami demoqchi. B variant A B ga teng demoqchi. C variant B A ning qism to'plami demoqchi. Tak. D variant B A ning teng bo'lgan to'ldiruvchi, teng bo'lgan qism to'plami demoqchi. Teng bo'lgan qism to'plam. Qaysi javob bo'ladi bizda? Demak, biz boya aytdik. Qism to'plam nima degan? Misol dedik. Mana A B ning qism to'plami desa yoki B A ning qism to'plami desinmi? Mana bu yerda A B ning qism to'plami degani sen A ning elementlarini sanaganingda o'shaning bittadir, ikkitadir, bir nechtadir elementi B ning ichida ham yotadi. Ya'ni mana bunday bo'ladi dedik. Agar dedik B to'plami oladigan bo'lsa, uning elementlari ko'plab beriladi. Lekin uning qayerdadir A ning elementlari ham ishlatib qoladi. B A ning qism to'plami desakchi, bu qanaqadir A to'plam, katta to'plam. Uning elementlari ko'plab, lekin B A ning qism to'plam degani mana bu yerda qaysidir burchakda B ning ham elementi bir burchakda bor degan ma'noni bildiradi. Demak, shunda qaysi javob to'g'ri bo'ladi? Ya'ni mana bu B dagi juft sonlar A da ham bormi? Faqat A da to'plamning elementlari nima? Ko'proq. Ya'ni hamma son bor, toqi ham, jufti ham hammasi bor, lekin B da faqat juftini aralashtiryapti. Demak, shunda B ning elementlari, juft elementlar ana A da ham bor edimi? Chunki mana 10 bor, mana 12 bor, yoki 14 bor, yoki 98 bor. Ya'ni bir-birida ishtirok etgan elementlar. Ya'ni sen shunda C javob olasan. B ning elementlari A ning qism to'plami. Ya'ni B ning elementlari A da bor shunda ham. Tushundikmi? Davom ettiramiz. Misol 7-misol. X tegishli n 2 dan katta x kvadrat kichik 43 dan degan qism to'plamlar sonini toping. Nechta qism to'plam mavjud? Endi eshiting. Demak, biz mana bu yerda x kvadratdan nima qilamiz? Birinchi ildiz chiqarsak, ildiz 2 dan katta, ildiz 43 dan kichik. Va x qanaqa son bo'lishi kerak? Natural son bo'lishi kerakmi? Natural son tanlang shunda x ga 2 dan katta. Ildiz 2 dan biri 4lar chiqsa, 2, 3, 4, 5, 6 ni ola olasan. Chunki 36 bo'lsa 6 ni olardik, 34 dan 5 butun qancha chiqadi? Men chap yozib qo'ydim. Uzr. 43 ekan, uzr, men 34 yozib qo'yman. Sizlarni sanab ko'ryapmiz-da. Ne chiqadi? 6 chiqadi. 7chi? Yo'q, 6 gacha olasan. Endi nechta elementi bor? 5 ta. Qism to'plam soni nima edi? 2 ning n'inchisi. 2 ning 5-inchisi necha bo'ladi? Bo'ldi, tamom. Javob 32 ta. Elementi tartibmi, betartiblimi farqi yo'q. Prosta elementlar soni kerak senga bo'ldi. 8-masala.
A to'plam elementlari. A, B, S, D, Y. E va F. B to'plam elementlari esa hop B, D, Y, J va H ekan. Misol men bu yerda sizga ikkita narsani o'rgataman. Endi 8 va 9 da deyarli misol bir xil ekan. Misol bunda A ning B ga birlashmasini so'rasa, ikkinchisida A ning B ga kesishmasini so'raganda endi. Birdan ikkovini ham tushuntirib ketyapman sizga. Birlashma nima edi birlashma? Birlashma dedik, ikkovini bitta qilib yozish. Nima yozamiz? Faqat degan joyi bor. Qatnashgan elementlari bitta deb sanayman. Ya'ni ketdi. A ni yozdim. B 2 martami? Bitta yozaman. S-chi bitta, D ikkita yozildi. Keyinchi Y bitta, keyinchi mana bu o'chirib turing. Keyinchi Y'dan keyin F, J, H. Bitta narsa unutma. Hech qaysi element qolib ketmasin. Bitta qilib yozdim, hech qaysi qolib ketmas. Faqat 2 marta qatnashgan bitta sanaysan. Tushundikmi buni? Endi A ning B ga kesishmas desa. Kesishma nima edi? Ikkalasida ham bor bo'lgani. Ikkalasida A bormi? Ikkalasida B bor. Ikkalasida D bor. Ikkalasida Y bor. Bormi? Yo'q. Demak, A ning B ga kesishmasi ikkalasida ham B ning, D ning va Y ning qatnashganligi ularning kesishmasi. Birlashma degan bitta qilib yozasan, hech qaysi qolib ketmaydi. 2 marta qatnashgan bitta sanaysan. Kesishma degani ikkalasida ham borini sanaysan. Unisiga ham bunisiga ham kiradigan sanaysan. Demak, 10-savol. A to'plam x minus 2 taqsim 3 dan katta, 7 taqsim 4 dan nima ekan? Kichik. B to'plam x minus 1 taqsim 4 dan katta, 2 dan kichik ekan. Savol bergan, A ni B ga kesishmasi so'ralgan. Ya'ni A, B kesishma. Mana teskari qarasa kesishma. Bu oddiygina biz tengsizliklar mavzusida o'tganmiz. Ikki xil tengsizlikni yechimini umumlashtiruvchi nima qilardik? Kesishmasini olardik. O'sha jarayon haqida gap ketyapti. O'sha vaziyat haqida gap ketyapti. Demak, oraliq chizamiz. Birinchisining yechimi qayerda bo'lishi kerak? Mana birinchisi. Minus 2 taqsim 3 dan borasan 7 taqsim 4 gacha dedi. Mana bittasining yechimi. Ikkinchisi. Minus 1 taqsim 4 kichikmi kattami? Minus 1 taqsim 4 kichikmi kattami? 1 ni 4 ga bo'lsang 0,25 mi? Minus 0,25 mi? U kichikmi kattami? Katta. Ikkichi 7 taqsim 4 dan katta. Mana ikkalasi. Biz umumiy yechim qilib qaysini olamiz? Mana shu oraliqnimi? Demak, kesishma desa ikkovi uchun umumiy oraliq. Bo'ldi. Minus 1 taqsim 4 dan. Noqat'iymi bu ham? Unisi ham noqat'iymi? Demak, katta ekas, kichik nechigacha? 7 taqsim 4 gacha. Mana yechim. Tushundik? Kesishma. Agar deydi, senga xuddi shu misol tushuntirib ketay, mayli? Keyingisida birlashmasini so'ragan. Agar A ni B ga birlashtir desachi, birlashmasi nima bo'ladi? To minus 2 dan 3 gacha boshlaysanda qayergacha borasan? Birlashma degani eng quyi chegarasidan eng oxirgi chegarasi hammasini bitta qilib yozasan. Agar bular qat'iy bo'lsa, chegaralarni nima qilardik? Ajratib chiqamiz. Hozirchi noqat'iy bo'lsa ichiga kirib ketadi-da, uni nima bo'ladi shunda? Minus 2 taqsim 3 dan 2 gacha. Keyin unutma, agar mana bu qat'iy bo'lganida minus 2 taqsim 3 dan minus 1 taqsim 4 gacha, minus 1 taqsim 4 dan 7 taqsim 4 gacha, 7 taqsim 4 dan 2 gacha desa. Lekin bu noqat'iy bo'lgani uchun ichiga kirib ketadi ekan. Tushunarli? Bu birlashma, u kesishma bo'ladi bizda yechim sifatida. Davom ettiramiz demak. O'n uch misol. A ning elementlari 0, 2, 3. Tak, B ning elementlarichi 0, 1, 2, 3, 4. Bitta qoidada ikkita, uchta narsani tushuntirishga harakat qilaman. Qayta-qayta boshqa misol yozmasdan. Savol bergan. Birinchi 13-misolda A dan B ni ayir deganda, 14-misolda boshqa raqamlar berganda B dan A ni ayir degan. Bittada tushuntiraman shuni. A dan B ni ayirish deganda nimani tushundik bo'ya? A ning elementlarini
B2dan shuni chiqarib tashlaganki, agar o'xshashlar bo'lsa qolib ketsin dedik. Shunda A dan B ni ayirsang nima bo'ladi? A ning elementlari 0, 2, 3. B2dan ayirib tashlash uchun o'xshashini yo'qotishing kerakmi? Qaysi o'xshash? 0, 2, 3. Demak, ayirib tashlasang nima bo'ladi? Bo'sh to'plam bo'ladi. Yo'q, A dan B ni ayiryapsan sen. A dan B ni ayiryapsan, A ning hammasi B'da bor. Uni ajratib olsang, senda hech nima qolmadi, bo'sh to'plam qoldi. Ne deb tushunaylik? Sen kvartirada yashaysan, Safina bilan. Ikking shkafing bitta. Uning 3 ta kitob bor. O'sha 3 ta kitob buning shkafda turibdi. O'sha kitobni, 3 ta kitobni sen ikkoving 50 kelik pul berib olgansan. Senga aytayapman, A dan B ni ayir desam, o'zing kitoblaring ol desam, senda kitob bormi? Qara, boshqatdan tushuntiraman. Shkafing bor. Unda 5 tami? 5 ta kitob, senda 3 ta kitob bor. Mana 3 ta kitobni birga o'qish uchun sen 50 tashlab birga olgansan. Sen o'zingda alohida kitobing bormi? Yo'q. Nega? Ana 3 ta uning ham haqqi bor-da. A dan B ni ajrat degan faqat sen haqlilarini olgan. Sen haqlimisan? Yo'q. Tushundingmi? Sal tushundingmi? Endi B dan A ni ayir desam, endi u haqlisini olsa, ana 3 ta kitobda sening ham haqqing bormi? Uni ayirib tashlasa, qaysi qoladi unga? Qaysi? 1 va 4. Tushundikmi? A dan B ni ayirish degani faqat A ga tegishli bo'lib, B da ishtirok etmaydiganlarni ajratish, B dan A ni ayirish degani faqat B ga tegishli, A da yo'qlari. Demak, mana bu 0, mana bu yo'q. Mana bu 0, mana bu 2, mana bu 3, ikkovda ham bor. Shunda 1 va 4 faqat B ga tegishli ular. Tushundikmi? Endi bittada mana buni ham tushuntiraylik. A bilan B ning simmetrik ayirmasi desa nima qilamiz dedik? U o'zining haqli kitoblarni ajratyapti, sen o'zining haqli kitobingni ajratyapsan, ya'ni ko'ng bitta qilyapsan. Senda bormi haqling? Senda nechta edi? Bo'sh to'plam edi. Undachi 1 va 4 edi. Bo'sh to'plam yozilmaydi. Shunda nima bo'ladi? 1 va 4 bo'ladi. Tushundikmi? Ya'ni simmetrik ayirma degani A dan B ni ayirmasi bilan B dan A ni ayirmasini nima qilardik? Birlashtiramiz dedik. Tushundikmi? Ey, talashmay, keyin bo'lishib olasan. o'n 19 va 20 da shunaqa savol berilgan. Qarang, 19 tushuntirib o'tay. Nima degan? Qarang, eshiting. P 2 xonali natural sonlar to'plami. Demak, boyaga o'xshab ketadi. 2 xonali sonlar 10 dedik, 11 dedik, 12 dedik. Nechigacha borasan? 98 va 99 gacha borasa 2 xonali sonlar to'plami. Q dedik. Natural sonlar to'plami. Natural sonlar to'plami qaysi? 1, 2, 3 qayergacha? Cheksiz u. Natural sonlar to'plami cheklanmagan. Sizdan P dan Q ni ayir degan. Savol: P dan Q ni ayirsak nima bo'ladi javob? Nega bo'sh to'plam bo'ladi? Chunki sen P dan Q ni ayir desa, 2 xonali sonlarni ana natural sonlar ichidan ajratib olginki, faqat buni o'zidagi elementlar qolsin. Ajratib ola olasanmi? Yo'q. Chunki mana buning elementlari unda bor. Buning o'zining alohida elementi bormi? Yo'q. P Qda shunday elementini ajratib olsinki, Qda bo'lmasin deyapman. Qda hamma natural son bor. A Pda 2 xonali sonlar bor. O'sha 2 xonali sonlar Qda ham bormi? Ajratib olganingda nima bo'ladi shunda? Bo'sh to'plam bo'ladi. Chunki unaqa element yo'q. Agar men shu yerda Qdan P ni ayirganimda javob nima bo'lardi? Ya'ni agar ajratib olganimda, qara, yechimni yozish bor-da. 1 dan 9 gacha bitta yozasan. Keyin sen 10 dan 99 gacha pauza qilding, chunki unda bor edi. Qayerdan boshlaysan? 100, 101, endi bemalol ketaverasan cheksizlikgacha. Tushundingmi?
Demak, 22 masala. Ishlaganmiz bunaqa masalalarni. Qarang, bu ham to'plamlarga doir 100 kishidan iborat sayyohlar. Demak, Zominga sanatoriyga sayyoh keldi. Qayerdandir keldi-da, endi 100 ta sayyoh keldi. Turist. 70 kishi ingliz tilini bilar ekan. 70 tasi inglizcha gapira olar ekan. 45 tasi fransuz ekan. 45 tasi fransuz. 23 kishi esa ikkalasini biladi. Ya'ni ham ingliz tilini biladi, ham fransuz tilini biladi. Nechtasi? 23 tasi. Sayyohlar guruhidagi nechta kishi ingliz tilini ham, fransuz tilini ham bilmaydi. Ya'ni hech qaysi tilni bilmaydigani kerak senga. Buni Eyler-Venn diagrammasida tushuntirish osonroq bo'ladi. Endi qarang. Mana bu ingliz tilida biladiganlar. Mana bu fransuz tilini biladiganlar. Endi o'ylab ko'r. O'rtada ham ingliz tili bilan ham fransuz tilini biladiganlar ham bormi? Sen ingliz tilini biladiganlar 70 ta deding. Fransuz tilini biladiganlar 45 ta deding. 20 tasini ikkovini ham biladigan deding. Agar sen mana bu ingliz tilini biladiganlarni qo'shib sanasang, 20 ta ularning ichida ham ketyaptimi? Ya'ni ana 20 ta fransuz tilini ham biladi, ingliz tilini ham biladi. Agar ingliz tilchilar deb qo'l ko'tar desang, 70 kishi qo'l ko'taryapti. Agar men fransuz tilini biladiganlar qo'l ko'tar desam, 45 ta ko'taryapti. Ya'ni ana 20 ta ingliz tilchilarning orasida ham qatnashyapti, fransuzlarning orasida ham qatnashyapti. Sen hozir birinchi nima qilishing kerak? Alohida shundaylarni topkinki, faqat inglizcha gapira olsin. Faqat ingliz tilida gapira olsin. Uni qanday topasan? 70 kishing bormi? 23 dan ayirib tashlasang nechta qoladi? 47. Bu qaysi bu? Faqat inglizcha. Bilmaydi u fransuz tilini. Bilmaydi fransuz tilini. Endi bunisi. Mana bunisi. Qaysi bu? Endi 45 ta fransuzing bor. Ana 23 tang ularning ichida ham bormi? Uni ham ayirib tashlasang, 22 tang bu nima? Faqat fransuzcha gapira oladi. Bonjour madame dedi. Tushundingmi? Endi sen hech qaysi tilni bilmaydiganini topishing kerak. Qanday qilamiz endi savol? Ha, qara, yaxshi. O'zi tushundingizlar-da. Men tepadan yozsam rozimisan? Senda 100 ta turist bor. 47 tang fransuz, nima edi? Ingliz tilini biladi. 22 tangchi men alohida yozay. 47 tang ingliz tilini biladi. 22 tang fransuz tilini biladi. 23 tangchi ikkala tilni ham biladi. Qo'shchi. Necha? Demak, 92 ta turisting tillarni biladi. Qara, sen o'zi mana buni 2 marta hisoblashing shart emas edi. Sen 70 ga 45 ni qo'shib, bitta 23 ayirib tashlasang bo'ldi edi. Nega bitta 23 ayirasan? Chunki sen ana 70 ta ham ingliz tilini biladigan, ichida fransuz tilini biladigan bor. Ana 45 ta ham fransuz tilini biladi, ingliz tilini biladigan bor. Agar ikkovini bitta ro'yxat qilsang, boya aytdik-ku, matematik fiziklarni elektrasini chiqarib tashladik-ku. Xuddi shunday sen ikkalasini bitta qilib qo'shganingda, ana ikkala tilni biladiganlar 2 marta sanab ketyapti. Shuning uchun bittasini olib tashlashing kerak. Shunchaki qo'shib 23 ayirib tashlasang ham bo'ldi edi. Faqat men o'ta maydalab tushuntirib beraman sizga. 92 tasi bu nima bu? Til biladi u. Tushundingmi? 100 ta turisting bor. Bilmaydi, nechtasi bilmaydi desa, nechtasi? 8 tasi hech nimani bilmaydi. O'tiradi, hech nimaga tushunmaydi. Tushundikmi? Misol davom ettiramiz. Demak, xo'p, A to'plam dedik elementlari. Misol 2, 3, 7, 9. Endi o'zimdan har xil misol yozishga harakat qilaman. B to'plam elementlar dedik. Misol 7, 9, 10, 13, 17 dedik. Boringki S to'plam ham kiritaylik. 5, 6, 7, 9 deylik. Savol berish mumkin sizga?
Misol mana bunaqa savol berish mumkin. Yoki berishi mumkin. Misol mana shunaqa savollar uchrab turadi-da. Nimani tushunish kerak? Birinchi biz misol arifmetik amallarda birinchi qaysi amal bajariladi? Qaus. Shuni tushuning bo'ldi. Demak, men birinchi mana buni bajarishim kerak. Ya'ni nima qilishim kerak men? B bilan C ning kesishmasini topishim kerak. Demak, topaman. Demak, A to'plamining elementlari qanisi edi? 2, 3, 7, 9 edi. Demak, men birlashtirishim kerak. B ni C ga kesishmas degani. B dan C dan bir paytda qatnashgan element qaysi? 7 va 9 mi? Endi men mana shuning kesishmasini A ga birlashtirishim kerak. Birlashtirganimda ikkovidan bor element nima qilinadi? Bitta sanasi 2, 3, 7, 9 ning nimasi bo'ladi? O'zi yechim bo'ladi. Tushunarlimi? Bundachi birinchi nima qilishing kerak sen? Qaus bajarayapman desa, B ga C ni birlashtir, keyin uning kesishmasini ol. A bilan. Demak, A ning elementlari demak 2, 3, 7, 9. Misol 2, 3, 7, 9 deylik. Kesishma olishing kerak. Sen hozir avval B ni C ga birlashtir. Birlashtirsam nima bo'ladi? Tartib bilan yoz, son-ku. 5, 6, 7, 9, keyinchi 10, 13, 17. Tartib degani kichikdan kattasiga. Betartib yozsang ham hech kim urushmaydi seni, lekin tartibli yozilishi kerak o'zi aslida. Endi pastdan yozaman. Bu bilan buni nima qilishing kerak sen? Kesishma. Kesishma nima edi? Ikkovidan bori. Qaysi bor? 7 bor va 9 bor. Bormi yana? Yo'q. Demak, javob 7 va 9 ekan, uning kesishmasi. Tushunarlimi? Tushunarlimi? Yana misol. Mana shu A to'plam bilan deylik, B to'plamining birlashmasining savol berish mumkin. Xos to'plamlari nechta deyish mumkin. Men A va B deb mana shuni tanlayapman. Nima qilamiz avval biz? A ni B ga birlashtiramiz. Ketdi A ni B ga birlashtiramiz. Nima bo'ladi birlashtirsak? Demak, 2, 3, 7, 9, 10, 13, 17. Xos to'plam qanday tuzardik? Xos to'plam formulasi qanaqa edi? 2 ning n'inchisi minus 2 ta. Ya'ni ana 2 ta degani umumiy elementlar bilan bo'sh to'plam chiqarib tashlagani. Nechta elementing bor sening? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ta. Demak, n 7 ta. Bo'ldi, o'rniga qo'ysan. 2 ning 7-si 128. Demak, 126 ta. 126 ta xos to'plam. Xos to'plam, xos emas to'plamchi. 2 ta. Har doim. Qism to'plamchi. 2 ning 7-si. Ya'ni 128. Kesishmaydigan qism to'plamichi. 2 ning 7 minus 1-si, 2 ning 6-si 64 ta. Mana shu joylari bo'ladi. Ya'ni holatlar bo'ladi. Tushundingmi? Uncha qiyin emas to'plamlar, siz o'ylaganchalik. Xo'p, yana mana bu yerdan bitta misol ko'rishga harakat qilamiz. Xo'p, mana bu misol endi raqamni yozib o'tirmayman. A tak x degan, x tegishli n degan, ya'ni har xil turdagi sonlar aytmoqchi. 2 dan katta, 8 dan kichik degan. Xo'p, B to'plam esa elementlari berilgan. Demak, x faqat bu yerda x butun son degan, tepada natural son degan. Ya'ni sonlarning turkumi turlicha. Bu yerda minus 2 dan katta x, kichik 6 dan degan. Savol bergan. Misol A ni B ga birlashmas degan, A ni B ga kesmas degan. Ketma-ket savolda 2 xil savol qo'yilgan. Men bittada ikkovini ham tushuntirib ketaman. Agar birlashma qilsak nima bo'lardi yoki kesishma qilsak nima bo'lardi? Birinchi men A va B ning elementlarini topib chiqay. Qarang. A to'plami elementlari natural son bo'lish kerakmi? 2 va 8 oralig'ida natural sonlar. 3, 4, 5, 6, 7 va qat'iy bo'lgani uchun 8 va 2 olinmaydi. B to'plami elementlaricha butun sonlar bo'lish kerak. Bu degani manfiyni ham olishing mumkin. Ayt. Minus 2 olinadi. Minus 1, 0, 1, 2, 3,
4, 5 gacha. Endi sen A va B ning birlashmasi desa, nima qilading? Bitta qilib yozamiz. Nima bo'ladi shunda? Minus 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ikkoni bitta qilib yozasan, farqi yo'q elementlarni, manfiy musbatni. Sen A ga kimdir aytadi? A natural son edi-ku deydi. Sen A ni mana shu tengsizlikdan yechish uchun natural son degan xossani ishlatding. Bunda tengsizlik yechish uchun butun son ishlatding. Qo'shishda, ya'ni birlashtirishda, kesishmada u ahamiyati yo'q uning. Endi kesishmasi qaysi bo'ladi? Ikkovda ham qatnashganlar qaysi? Ikkovda ham 3 bor, ikkovda ham 3 to'r bor va 5 ham bor ekan. Demak, kesishma nima bo'ladi? 3, 4, 5. Tushundikmi? Birlashma va kesishma bo'ladi bu jarayonlar.